Respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlarning birinchi bosqichi doirasida Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan Norin tumani hududida o'tkazilgan tezkor texnik tadbirlar davomida kriptoaktivlar bilan noqonuniy shug'ullangan shaxs fosh etildi. Aniqlanishicha, Norin tumanida yashovchi 2003-yilda tug'ilgan fuqaro Binance birja platformasi orqali kriptoaktivlarni aylanmasi bilan tegishli litsenziya hujjatlarini rasmiylashtirmasdan noqonuniy ravishda shug'ullanib kelgan. Tezkor texnik tadbirlar davomida uning Binance platformasi akkaunti orqali 2025-yil mart oyidan 26-may kuniga qadar umumiy qiymati 982 million 367 ming so'm miqdoridagi kriptoaktivlarni 119 ta tranzaksiya orqali noqonuniy amalga oshirganligi aniqlangan. Men haqiqatan ham ijtimoiy tarmoqlar orqali kripto savdosi bilan shug'ullanganman. Bu shug'ullanishim noqonuniy ekanligini boshida tushunmaganman. Va meni ichki ishlar xodimlari chaqirib, bu qilgan xatolarimni menga to'g'ri tushuntirishdi. Shu sohada kriptoaktivlar bilan P2P sohasida ishlamoqchi va ishlayotganlar bo'lsa, avvalo qonuniy yo'l bilan litsenziya olishingizni so'rayman. Men qilgan xatolarimni takrorlamaslikni so'rayman. Baribir jinoiy javobgarlikka yoki ma'muriy javobgarlikka uchrashingiz mumkin. Tadbirlar davomida fuqaroga tegishli bo'lgan Redmi Note 10S rusumli telefon apparati ashyoviy dalil sifatida olingan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi prim 8-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, agarda sizlarga kriptoaktivlar orqali katta daromad olishni va'da qilgan shubhali takliflar kelib tursa, ularga ishonmang va darhol tegishli huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga xabar berishingizni so'raymiz.